Assalomu alaykum. Men bugun harnub haqida gapirmoqchiman. Harnub organizmni judayam zo'r vitamin, minerallar bilan boyitib beradigan mahsulot ekan. Harnub man avval meni bilganlar biladi, birinchi o'rinda o'zim birorta mahsulotdan foydalanaman. Effektini olganimdan keyin va olib keltirib boshqalarga ham shuni tavsiya qilaman. O'shaning uchun men bu harnubni ichib tugatdim, lekin bu harnub bilan buni bir xil, sostavi ham bir xil, quyuq suyuqligi ham bir xil, hidi ham bir xil, o'zi ham bir xil. Ikkalasi ham Turkiya mahsuloti mana. Original Turkiya mahsuloti mana bu joyda bor. Original Turkiya mahsuloti. Mana grammida ham o'zgarish yo'q. Grammi qaytanga buni grammi kattaroq bunga nisbatan. Chunki mana ko'rib turibsizlar, bunga nisbatan buni grammi kattaroq. Turkiyada ishlab chiqarilgan mana bu 700 gram, mana bunisi 500 milli deyilgan. Halol mana. Halol sertifikati bor. Bunga hech qanaqa bir nojo'ya har xil konsentrantlar, yog'lar qo'shilmagan. Mana bunisi 675 gram. 700 emasdi, 675 gram. Xo'p, harnub haqida men aytmoqchi bo'lganim, harnub judayam effekti zo'r ekan. Ayniqsa gemoglobini past, feritini past, ayollarga, homilador, ikki qatla emiziklilar, qariyalarga, yaqinda kasallikdan tuzalganlarga, yana kasallik bilan aziyat chekayotganlarga, immuniteti tushib ketganlarga eng zo'r birinchi o'rinda tarafi quvvatinglarni tiklashga yordam berar ekan. O'zi organizmda qachon vitaminlar defitsit bo'lganda insonni quvvati yo'qolishni boshlaydi. Xuddi shunaqa, mana shu sizni organizmingizda nima defitsit bo'lsa, o'sha narsa bilan bu harnub sizni to'ldirar ekan. Eng zo'r buni detoks vazifasi bor. Jigarni, organizmni, pochka, jigar, o't qopi, xullas kalom hamma ichki organlarning ishlash faoliyatini yaxshilaydi va unga quvvat beradi, yurakka quvvat beradi, qonni ko'paytiradi va organizmda qon ko'paygandan keyin organizm yaxshi ishlashni boshlaydi. Xullas kalom harnubni effektlari вообще bomba. Bu haqda men million marta gapirsam ham oz. İchib ko'rganlar effektini biladi. Men ichib ko'rdim, effektini oldim. Mana ikkinchi qadog'imni boshlaganman. Effektini bilganim uchun men sizlarga tavsiya qilaman va sotuv uchun olib keldim. Har bitta sotuvchi nimadir, ayniqsa bizga o'xshab vitamin sotadiganlar avvalambor o'zi effekt ko'rish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. O'zi ichib ko'rish kerak. Men oldinlari ozdiradigan kofe, choylarni ham xuddi shunaqa avval o'zim iste'mol qilib ko'rib, effektini ko'rib, undan keyin klientlarga men tavsiya qilardim. Xuddi shunaqa bu harnubni ham olganlarga ichirish tartiblarini, hamma narsani tushuntiramiz. Mana shu joyda ham o'zi hamma narsa podrobniy tushuntirib qo'yilgan. Mana joyda hammasini tushuntirib qo'yilgan. Tavsiya qilaman. Bu hozirgi kunda наличиеda bor. Narxlari bo'yicha mana shu tepadagi nomerlarga telefon qilasizlar yoki bo'lmasa Telegramdan yozsanglar, bemalol rasmlarigacha, buni originallik sertifikatlarigacha hamma narsasini tashlab beramiz. Mana hozir men quyuqligini ko'rsatmoqchiman. Ichish judayam удобный, judayam mana quyuqligi, ta'mi judayam приятный. Xuddi bir asalga o'xshaydi. Asalli o'tkirroq varianti. Bolalar ham bemalol ichadi. Buni hech qanaqa qiyinchiliksiz icha oladi. Organizmga singishi ham zo'r, effekti ham zo'r. Yosh bolalarga, ayniqsa mana hozir virus sezoni boshlandi, gripp sezoni boshlandi. Bemalol bersanglar bo'ladi. Men tavsiya qilaman mana. Mana bu harnub bilan bu harnub bir xil effekt jihatdan ham bir xil, hididan ham bir xil, ta'midan ham bir xil, bir xil ta'm. Eng asosiysi original Turkiya mahsuloti bo'lsa bo'ldi. Ba'zi sotuvchilar maniki original, manikidan boshqasini olsang poddelka deyapti. Endi, конечно, u 350 ming, 400 ming sotgandan keyin shunaqa deyshadi. Bu sotuvchilarning fishkasi. Mendan boshqaniki yo'q, mendan boshqaniki poddelka deb, to'g'risi xolis Alloh yo'lida mana
balki bundan mendan arzonroq ham topishinglar mumkin, lekin u ham original, men ham original. Faqat qayerdan men sizlarga originalligini tekshirishinglarni tavsiya qilaman. Mana originalligini mana men bitta ko'rsanglar bo'ladi. Buning ichida Turkiya mahsuloti 8 kodi, mana hamma originallik o'zini qadoqlari bor. ISO tomonidan, GMP tomonidan tak hamma narsa mana keyin men bitta Turkiyani o'zini sayti bor. Kirsanglar xuddi mana shu Harnub chiqadi. Xuddi mana shu. Bularning faqat firmasida farqi bor. Bo'ldi. Gram jihatdan ham pashti bir xil. Bu 50 gram kamroq, bu 50 gram ko'proq. Faqat firma tomonidan farqi bor, lekin effekt, mazza, ta'm, hid hamma narsa bir xil. Narxi bo'yicha bizda hozir men buni qimmatga sotishyapti, buni arzonroq sotishyapti, lekin bu ham original mahsulot, effekti yaxshi. Bemalol ikkalasini ham tavsiya qilaman. Men hozir mana shuni boshladim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Har bitta ayol kishi kuz boshlanishida o'ziga, organizmiga g'amxo'rlik qilish kerak. Chunki biza uy ishlari, bola tarbiya, bola chaqa, umuman ro'zg'or ishlarini hammasini udovольствием qilishimiz uchun, quvvat bilan, kayfiyat bilan qilishimiz uchun bizga birinchi o'rinda quvvat kerak. Organizmimiz sog'lom bo'lishi kerak va vitaminlar defitsit bo'lishi kerak emas. Qachon kayfiyatsiz bo'ladi inson? Charchoq bo'lsa, quvvatsiz bo'lsa, men o'zimda shu narsa o'tdi. Juda ham quvvatim tushib ketdi. 3 ta farzandimdan keyin juda quvvatim tushib ketdi. Hech ham quvvatga bir har xil vitaminlar ichib ko'rdim. Kofelar ichsam u vaqtinchalik bo'ldi. Qonim eng asosiysi gemoglobinda u farqi bo'lmas ekan. Gemoglobinim 120 turadi, lekin ferritinim tushib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun birinchi o'rinda sizlar ferritinni tekshiringlar. Gemoglobinni u poliklinikada tekshirilgan gemoglobin u farqi yo'q ekan. U unchalik sizlarga organizminglar haqida ma'lumot bermas ekan. Eng glavnisi ferritin tekshirsanglar, o'zingizlarni organizminglarni qanaqa ishlayotganini bilib olar ekansizlar. Tavsiya qilaman, Harnubni shu nomerlarga telefon qilsanglar, bemalol dostavka bor. Shahar ichida, O'zbekiston ichida xohlagan paytda dostavka qilib yetkazib beramiz.